لله رب العالمين الصلاة والسلام على عباد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, muhtaram birodarlar, hammamizni boradigan joyimiz qayer? Mana shu qabrga kelamiz. Bu dunyoda qilgan amalimiz yaxshi, imonimiz yaxshi, insonligimiz qoladi, hamma bizni yod oladi. Lekin mana qabrga faqatgina amalimiz bilan kelamiz. Tobutning ustiga yopiladiganlar ham qaytadi. Bizga qo'yilgan ko'rpa to'shaklar ham qaytadi. Tobut ham qaytadi. Kafan bilan amalimiz, tanamiz mana shu qabrga keladi. Ushbu shunday ekan, bu yoqda hozir men riyokorlik qilib, podpiska yerish uchun yoki bir tanilish uchun qilayotganim yo'q bu gap. Bu gapga biz amalimiz inshaalloh hammamiz keladigan joyimiz. O'shani bir yod eslatib qo'yaylik deyapmiz. Yodlataylik mana shularga deyapmiz. Har bir mo'min musulmonning o'limi haq. Kim ota-onasi bo'lmasa, o'sha ota-onasi yoniga borgan taqdirda ham, o'sha qabrga qo'yilganda ham ular qabrda bir-biri bilan ko'rishmaydi. Faqat qiyomatdagina ko'rishadi. Kimlardir aytadi, meni qabrimni o'lgan otam bor yoki onam bor, o chekkaroqqa, soya joyiga qo'ying. Yo'q, azizlar, hamma mana kimlar ko'rayotgan bo'lsa, hammaniki shu quyoshda ham turibdi, boshqada ham turibdi. Bu go'r. Bu soya, o'lim qabri u chekka tanlamaydi. Har bir insonni o'zini endi gapiradigan bo'lsa, amaligina olib keta oladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'limni bir soyaga o'xshatganlar. O'lim haq. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ya'ni biz Allohnikimiz va Allohga qayturmiz. O'xshatganlar soyaga, o'sha nima uchun? Quyosh bo'lmasa soyani topa olmaymiz. Ertaga vaqt soati keladiki, boshqa odamlarning ichidan o'zimizni topa olmaymiz. Faqat biz mana bu yoqda yotganimiz, bu yerda savol javobimizda yotamiz. Hammani e'tibor bergan bo'lsanglar, aytadi biralari onasi qazo qilgan, boshqa qashqa mana shunaqa narsalar bo'ladi, kimlardir boshqa tarafdan vafot etgan bo'ladi. Bizgina faqatgina bir narsamizgina mana shu qabrni o'ylaylik, mana shu kibrlanmaylik azizlar. Ko'ramiz, mana bir xillari cho'kib ketgan, kafanga yetib bora olmaydi. Bir xillari cho'kib boshqa yoki yonib ketganlar bor, ular esa kafanga yeta olmaydi. Hattoki mana qabrga ham kela olmayotganlar, topilmayotganlar bor. Shukrki, mana shu barcha mo'min musulmonlarga nasib qildi kafan. Nasib qildi qabr mana shu yerga yotishibdi. Nasib qildi tobut. Mana shu yoqqa olib ketdi. Odamlar ko'tarib. Inshaalloh kibrlanmay mana shu o'zimizni bosar tusarimizni bilmay qolgan vaqtimiz mana qabristonga kelaylikda, mana shu yotganlar marhumlarga bir ziyorat qilganda e'tibor beraylik. Biz bilmaymiz hozir qaysi biri azobda, qaysi biri jannat iforida yo'q. Biz bilmaymiz buni. Faqatgina bilguvchi Alloh. O'shanga azizlar, bu dunyoni tashishini qilmay, bu dunyoni tashishini ham o'ylaylik. Narigi dunyoga ketishimizni ko'proq mana bu yerga kelib yotishimizni o'ylaylik. Insonga beriladigan imkoniyat mana bu yerda yaxshi nom qoldirsin, yaxshi zurriyot qoldirsin deb turib insonlarni Alloh taolo yaratdi. Va mana bu yerga kelganida orqasidan duo qilib tursin zurriyoti degan maqsad. Bizlar hattoki bilamizki, ota-onamiz vafot etgan, hatto Qur'on tilovat qilishni ham unutib qo'yamiz. Qur'on tilovat ham qilinmaydi. Ko'p shunaqa ba'zi odamlarni aytaman. Ko'p desam lof bo'ladi. Ba'zi birlari bor, hattoki ota-onasining qabrini ziyorat qilmaydi. Azizlar, hammamizga nasib inshaalloh mana shu yoqqa kelamiz. Mana shu yoqda yotamiz. Mana shu yerda savol javobiga tayyor turaylik. Yana bir bor eslatib o'taman, o'lim haq. Hech kim o'limdan qochib qutula olmaydi. O'lim katta, kichik tanlamaydi. Chaqaloqlarni ham olib ketyapti o'lim. Bugun ko'zimizni ochmasak ertaga kech. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.